Qassoblarimiz uchun Qurbon hayitiga bomba aksiyalar boshladik. Ko'rishlar mumkin. To'rxil nabor tayyor bo'lgan. Birma-bir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Kichkina naborimiz ko'rishlar mumkin. To'rtta pichog'i, bitta choppisi, hamda qayrog'i bo'ladi. Metallari aboyim pachimida ishlangan. Umuman suyalarga tegib ketsa qaytib qolmaydi. Bu naborimiz aksiyada 1.400.000 so'mga beramiz. Hamda katta qassob naborimiz bo'ladi. Bu naborimizda boltasi, to'rtta pichog'i, choppisi bo'ladi. Boltasini ko'ringlar, bu qoladi, rasmini tushirib qo'yganmiz. Temir suyalarga qaytmaydi. Bu ham metallari aboyim pachimida. To'rtta pichog'i, choppisi bo'ladi. Hamda podarka bor, ham ishlatish uchun juda ham udobli bo'lgan nabor. Bu naborimizda ham to'rtta pichog'i, boltasi, choppisi bo'ladi. Boltasi 1 kilo 200 lik boltalardan, bu qoladi, rasmini tushirganmiz. Pichoqlarning materiali relsdan, soplari shishadan ishlangan. Hamda klapinli naborimiz. Ko'rishlar mumkin, bu naborimiz boltasi bo'ladi 1 kilo 200 lik. Bitta pichog'i, terishilgani, go'sht chopgani, hamda bitta razdelkaga, bitta bo'g'izlaydigan pichoq 20 sm, bitta go'sht kesadigan pichoq bo'ladi. Hozir yangi reksiyasini beramiz. Boltali naborlarimizni 1.700.000 so'mdan qilib beramiz. Kimga shunaqa qassob naborlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasiz. Sifatli va arzon narxda yetkazib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar akalar.